Assalomu alaykum azizlar. 2026-yil 1-mart 2-smenada tushgan mana bu misol. Demak, fx funksiyasining nollari r, s, t deyapti. Ya'ni ildizlari bo'ladi. Gx funksiyasining nollari, ya'ni ildizlari r kvadrat, s kvadrat va t kvadrat bo'lsa va j minus 1 minus 5 ga teng bo'lsa, n minus m minus 1 ning qiymatini toping. Birinchidan, bu juda oson, bilasizlar. J dagi x lar joyiga minus 1 qo'yish kifoya. Ya'ni j ni joyiga minus 1 qo'ysak, x larni o'rniga minus 1 ni kubi minus 1, minus 1 ni kvadrat 1 bo'ladi, plus m, minus 1 qo'ysak minus n plus p, minus 5 bo'lishi kerak. Bundan kelib chiqadiki, minus 1 ikkinchi tomonga plus bo'lib o'tsa, m minus n plus p minus 4 bo'ladi. Tenglikning ikki tomonini minus 1 ga ko'paytirib yuborsak, bizda hosil bo'ladi n minus m minus p teng bo'ladi 4 ga. Demak, A sharti yechildi. N minus m minus p 4 ga teng. Xo'sh, endi keyingi masala bizdan so'ralgani, keyingisida a minus 1 ning kvadrati plus b minus 1 ning kvadrati so'ralgan. Birinchi buni ochadigan bo'lsak, bilasizlar, a kvadrat minus 2a plus 1 bo'ladi. Keyin b kvadrat minus 2b plus 1 bo'ladi. Biz shuni topishimiz kerak. Endi, xo'sh, bu funksiyaning nollari bo'lyapti-ku. Ildizlari degani, ya'ni nol qiladigan nuqtalar. Biz endi bu kubik tenglamaga viet qo'llaydigan bo'lsak, bilasizlar, 3 ta ildizni ketma-ket qo'shadigan bo'lsak, x kvadrat olib sonini teskari ishorasini olish kerak, ya'ni minus a chiqishi kerak. Xo'sh, 3 ta ildizni ikkita ko'paytirib qo'shadigan bo'lsak bir-biriga, x olib nola b o'zini ishorasida. Va 3 ta ildizni bir-biriga ko'paytiradigan bo'lsak, ozod son teskari ishorada minus 1. Demak, bizda quyidagi tengliklar bor. Keyingi masala j ga, ya'ni jx da ham bu nol qiladigan nuqtalar ekan, ya'ni bu kubik tenglamaning ildizlari bo'ladi. Viet qo'llasak, demak r kvadrat, s kvadrat, t kvadrat ildizlar yig'indisi minus m bo'lishi kerak. Hamda r s ni kvadrati, ya'ni birgalikda kvadratda, ko'paytma kvadrati, plus r t ni kvadrati va s t ni kvadrati bizda minus n bo'lishi kerak. Uzr, minus m emas, o'zini ishorasida oladi, n bo'lishi kerak. Va 3 ta ildizni ko'paytmasi r s t ni kvadrati, uchalasining ko'paytmasi bizda minus p ga teng bo'lishi kerak. Mana shu yerdan oydinlik kiritib ketaylik. r s t minus 1, o'rniga minus 1 qo'ysak, minus 1 ning kvadrati baribir 1 chiqaveradi. Ya'ni 1 teng minus p bo'ladi. Bitta minus 1 ga ko'paytirganimizda tenglik ikki tomondan p teng minus 1 ligi kelib chiqadi. Yani p minus 1 bo'lsa, mana bu joyga minus 1 qo'ysak, n minus m plus 1 bo'ladi. Bu 4 ga teng. Bundan kelib chiqadiki, n minus m'imiz 3 ga teng. Yo'q, buni eslab qolamiz. N minus m 3 ga teng. Ana endi mana bu r plus s plus t teng a ni minus a ni bitta kvadratga oshirib yuboradigan bo'lsak, nima bo'ladi bizda? Birinchi bilasizlar, r kvadrat plus s kvadrat plus t kvadrat bo'ladi, plus ikkita ko'paytma bo'ladi. Ya'ni ikkilangani. r s r t va s t. Bu a kvadratga teng. Xo'sh, bizda r kvadrat s kvadrat t kvadrat bu minus m, demak minus m. Xo'sh, plus 2, mana bu ikkita ko'paytmamiz esa bizda b ga teng. B teng a ning kvadratiga. Mana eslab qolamiz buni. Xo'sh, endi keyingi masala. Mana buni kvadratga oshirib yuboramiz. r s r t s t teng b bor-ku, buni kvadratga oshirib yuborsak bizda nima bo'ladi? Birinchi r s ning kvadrati, r t ning kvadrati plus s t ning kvadrati bo'ladi. Plus ikkita ko'paytiramiz. Ikkita, mana ikkalasini ko'paytiramiz. Bu ikkalasini ko'paytirsak r kvadrat ts bo'ladi. Plus bu ikkalasini ko'paytirsak r s kvadrat t bo'ladi. r s kvadrat t bo'ladi. Plus bu ikkalasini ko'paytirsak r t kvadrat s bo'ladi. r t kvadrat s teng b kvadrat. Xo'sh, bizda mana bu r kvadrat, r s kvadrat, r t kvadrat, s t kvadrat bu n ni beradi, n. Plus bularning hammasidan r t s chiqib ketadi qancha tashqarisiga. Ichkarida r plus s plus t qoladi. Teng b kvadrat. Bundan ko'rinib turibdiki, n plus 2 r t s minus 1 edi, o'rniga minus 1 qo'yadigan bo'lsak, shunda bizda n minus 2 bo'ladi. r s t bizda nimaga teng edi? Minus a edi. Mana bu joyga minus a qo'yadigan bo'lsak, demak plus a bo'ladi. Teng b kvadrat. B kvadratimiz mana shunga teng. Endi biz mana so'ralgan narsa bor edi, shuni o'rniga qo'yib bo'ldi. Ya'ni a kvadratning o'rniga mana buni qo'yamiz. Minus m plus 2b.
minus 2a plus b kvadrat o'rniga buni qo'yamiz. n plus 2a minus 2b. Keyin 1 ga 1 ni qo'shganmiz, 2 bor. Xo'sh, endi ko'rinib turibdiki, mana bu yerda 2a lar 0 bo'ladi, 2b lar 0 bo'ladi. n minus m bor. n minus m bizda 3 ga teng. O'rniga qo'yadigan bo'lsak, demak 3 plus 2 5 ga teng bo'ladi. Tushunarli bo'ldi degan umidamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.